Migren insultga olib kelishi mumkin. Insultni обширный katta formasi bo'lsa, u o'limga olib kelishi mumkin. Ko'p yana savol berishadi, migrenni xavfli asoratlari nima bo'lishi mumkin? Bir umr misol uchun dori ichib, og'riq qoldiradigan o'tib, qariganda qolib ketadi degan fikrlar ham chiqadi mutaxassislar tomonidan, lekin bizani amaliyotimizda 65-67 yoshda ham operatsiya qilgan bemorlarimiz mavjud hozirgi kungacha. Demak, ularda nega qolib ketmadi? Har bir kasallikni birdan 100% gacha aytib bera olmaysiz. Chunki bu har doim kitobda yozilganchalik kechmaydi. Va har bir bemorda o'ziga yarasha individual. Har bir bemorda individual yondashuv kerak bo'ladi. Ko'pincha so'rashadi, migrenni xavfli asoratlari qanaqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinmi deganda, ha, migren surunkali kasallik bo'lsa, og'rib yuradi, dori og'riq qoldirganlarni berib, ichib, yurib o'tkazishi mumkin, lekin migren insult degan kasallikgacha olib kelishi mumkin. Migrenni doimiy og'riqlari natijasida qon tomirlarining doimiy kengayishi yoki doimiy torayishi natijasida bu ikkala holat ham migrenda kuzatiladi. Bosh miyaga shu qonning quyilishi yoki qonning yetishmovchiligi natijasida yo gemorragik insult yoki ishemik insult holatlariga olib kelishi mumkin. Endi insult batamom invalidlikka olib keladigan va dunyodan o'tib ketish holatlariga olib keladigan asoratlargacha keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Migren xastaligi bilan og'rigan bemorlar albatta nevrologlar o'rniga borib, nevrologlar tomonidan davolash choralarini boshlashsin. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi.